Atchida bir emas, ikkita arzon chekimiz chiqib qoldi. Qirg'iziston O'shshar 10 adirga chiqqaninglarda Atchiga burilasizlar. Ya'ni ushbu videolarda kuzatsanglar bo'ladi. Atchiga burilganinglarda, ichkariroqqa kirganinglarda, ya'ni qabristondan o'tasizlar va Handon pista keladi. Handon pistadan o'tishinglarga chap qo'limizga do'ngga ko'cha keladi. Mana Handon pista, mana chap qo'ldagi ko'cha. Shu ko'chadan tevaga chiqqaninglarda mana shu mahallamiz bo'lyapti, do'stlar. Ya'ni ana, olib bering, Handon pistani bitta yaqinlashtiring, aka. Ha? Bu yerlarda o'sha qo'ni-qo'shlar bor, mana. Meni yonboshimda uy, uni uyoqlarida ham. Mana oldimizda qo'shnilar, uni tevalarida ham uylar. Mana o'z o'ppiralarimizda ham uylar, mayaqlarda ham uylar. U nimaga uyni ko'rsatyapman, do'stlar? Odamlar yashayapti bu yerda, svet bor. O'zlariga yarasha bochka qilib, xudo-kalab suvlar tushirib olishgan временni bo'lsa ham hayot ketyapti, do'stlarim. Pulni eshitib qo'yinglar, pulini. Ammo puli zo'r. Ha? Puli qiziq bo'lsa videoni kuzatib turinglar. Bu birinchi chekimiz. Olsoti, ya'ni mana bu. Hozir qo'qdik. Birinchi qoziq. Ikkinchi qozig'imiz aka bitta yaqinlashtiring. O'na. Do'ngda oldida. 20 ga. Mana shu mayog'imiz 20 bo'lyapti-da. 20 ga endi cho'zing aka. Bu yoqqa uring. 30. Narigi qozig'imiz 10 tikan rost turibdi aka. Ko'z tepyaptimi aka? Tortib qo'ying bittashini. 20 ga 30. Undan keyingisi ham bor. U nandiroq turibdi. Tikan rost ko'rinmay qolyapti. Mana bu katta yo'lni bo'yi mana. Mana trassa do'stlarim. Manadan mashinalar o'tadi. Mana peshoqodlar tushadi do'stlar. Mana shunday yo'l tushadi. Keyingimiz ham mash yo'lda nandirog'ida. Uni ham hozir ko'rsatib o'tamiz do'stlarim. Videoni kuzatib turinglar. Keyingi Olsotikka kelyapmiz. U ham bu ham yonma-yon ekan. Mana hozir ona do'ngda pastida bittasini ko'rsatdik. 20 ga 30 da. Endi shu do'ngga chiqdik-da, biz orqamizda ikkinchisi. Endi aka uzmasdan videoni buring orqaga. Mana oralig'i juda ham yaqin. Mana chuqurlikda mana aynan keling aka. Mana bitta yaqinlashtirib berasiz oralig'ida, hozir u yerdan borib ko'rsatib beramiz do'stlarimizga. To'g'ri qozig'i qaranglar do'stlar. Ne qozig'i? Qoqilib tushasan bu Atchida yurayotganingda do'stlar, qoqilib tushasan qoziq ko'p. Ehtiyot bo'linglar Atchiga chiqqanlar. Hozir sizlarga ko'rsataman. Ashetdan shunaqa sizlarga yugurib ko'rsatmasam, cho'zib uzoqlashib bo'laver aka. Mana shu kitoblar bilan uchib beraman. Men uchaman. Uyda mehnat qilayotgan ketmonni sopini sindirib olib kelib qo'qdingizlarga. Mehnatkash sop. Bu birinchisi. Ona ikkinchisi, oling, ona ikkinchisi 20 ga 30 bu. Bu yog'imiz 20 bo'lyapti yo'lni bo'y tomon. Endi u yoqqa cho'zing. U uchinchi qozig'imiz. Bu tomonga 30 ketdi mana. Bu uchinchisi. Endi narigini oling aka. Bu 4-chi qozig'imiz. Endi meni oling aka. Ha? Mana oling aka mana qizil kitobda. Ikkita qizil kitob turibdi do'stlarim. Mana bu katta yo'l mana. Do'stlar, bu trassani bo'yida bo'lyapti bu chekimiz mana. Mana bu mashina yo'l do'stlarim. Mana yo'lni bo'yida joylashgan. Ikkosi ham mana bitta yo'l. Mana chekimiz do'stlar 850 ming mochekimiz. 850 ming. Doldur yo'q. Narigisi do'stlarim 950 ming. Nomerni aytamiz, ikkosiga ham telefon qilaverasizlar do'stlarim. 0706 bilan 17 86 07. Qaytaraman 0706 bilan 17 86 07 kelib ushbu qo'lim turgan kitoblarimizni bir qator yuridический tekshirtiringlar. Xudo xolasa zo'r chiqadigan bo'lsa, shunda olib maza qilib foydalanib qo'yish hammanglarga nasib qilsin do'stlarim. Doim salomat bo'linglar.